Ozarbayjonda o'tayotgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlari tobora qizg'in tus olmoqda. Nufuzli musobaqaning 7-kunida 7 ta sport turi bo'yicha bahslar davom etyapti. Shu kunga qadar o'zbekistonlik sportchilar jami 27 ta medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Bugun ham ular dasturda belgilangan navbatdagi bellashuvlarda g'alaba uchun maydonga chiqishmoqda. Mavzuni Ozarbayjondan musobaqalarni bevosita yoritib borayotgan muxbirimiz Nuriddin Mirzaboyev davom ettiradi. Ganja shahridagi sport saroyida suzish bellashuvlari bo'lib o'tdi. Mazkur o'yinlarda o'zbekistonlik sportchilar 8 ta dasturda g'olib va sovrindorlar safidan joy olish uchun startga chiqishdi. 800 metrga suzish yo'nalishida 2 nafar sportchimiz o'z chiqishlarini namoyish etib, 5 va 7 o'rinlarni qayd etishdi. Mazkur sportchilardan keyin startga chiqqan Imonaxon Ismoilova hamda Asalxon Muqimovalar 50 metr masofaga chalqancha suzish dasturida imkoniyatni sinab ko'rdilar. Ushbu sportchilarimiz ham ishtiroklarini xuddi shunday o'rinda yakunlashdi. Temur Umarov hamda Javlon Ganiyevlar 50 metrlik masofaga butterfly usulida suzishda qatnashdilar. Javlon ushbu o'yinda bronza medalni qo'lga kiritdi. Bu musobaqaga qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Katta musobaqada mana birinchi marta qatnashishim va bu musobaqada men faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Rejalar keyingi musobaqalarda Xudo xolasa birinchi o'rinni qo'lga kiritish va katta musobaqalarda yurtimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarish. Shuningdek, ushbu majmuada voleybol bo'yicha qizlar terma jamoamiz ilk uchrashuvni Tojikiston davlati terma jamoasiga qarshi o'tkazdi. Keskin kurashlarga boy bellashuvlarda vakillarimiz bor kuchlarini ishga solgan holda ushbu davlat terma jamoasini yirik 3-0 hisobda mag'lub etib, keyingi bosqichga yo'l olishdi. Bu kelgan musobaqaga kuchsiz komandani o'zi yo'q, hamma o'zini tayyorgarligi bilan o'zini nafasidan kelgan. Hamma maydonga g'alaba uchun kurashadi. Biz ham shu maqsadga tushib, maqsadimizga erishdik. Keyingi o'yinimiz mezbon terma jamoasi, ya'ni Ozarbayjon o'smir qizlariga qarshi. Xudo xolasa ularni ham yengib final ostonasiga chiqib, albatta vatanimizga, mamlakatimizga medallar bilan qaytadigan umiddamiz. Qizlarimizni mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlaridan tashqari noyabr oyida Iordaniya poytaxti Aman shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlari kutib turibdi. Ushbu yirik musobaqada vakillarimizga omad tilaymiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerak, o'g'il bolalar voleybol terma jamoasi ilk uchrashuvni Rossiya davlati termasiga qarshi olib borib, ularga ushbu bahsda 3-1 hisobda imkoniyatni boy bergan edilar. Bugun esa yigitlarimiz mezbon davlat Ozarbayjon davlati termasiga qarshi maydonga tushadilar. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlari doirasida boks bo'yicha terma jamoamiz a'zolari 20 ta medalni naqd qildi. Kecha nufuzli musobaqa doirasida chorak final bahslari bo'lib o'tdi. Unda mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'yinlariga 22 nafar bokschi bilan yo'l olgan terma jamoamiz 2 ta yo'qotishga uchrab, eng yaxshi natijalardan biri 20 ta bokschi bilan yarim finalni hal etdi. Bugun ertalabdan qizlar o'rtasida musobaqalar davom ettirilmoqda. Temur Ahbayev hamda Eldor Xolmatov boshchiligida ayni daqiqalarda qizlarimiz yarim final bosqichi janglarida ishtirok etishyapti. Bundan tashqari badminton, kamondan o'q otish, gimnastika, qilichbozlik, dzudo kabi 10 dan ortiq sport turlarida medal jamg'arish bo'yicha imkoniyatlarimiz yuqori. Dasturlarimiz orqali sizlarga eng so'nggi yangiliklarni yetkazib boramiz. Nuriddin Mirzaboyev, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun Ozarbayjondan.